dvigatel va reduktorlariga shikast yetmabdi. Li top fishkalari haqida video oldik, o'sha video rekomendatsiyaga chiqib ketdi. O'sha sababdan Elektromobil gibridlarning reduktorlarini uzoq muddat xizmat qilish uchun kerak bo'lgan 5 ta maslahat haqida video oldik. Har 20 ming kilometrda reduktor moylarini almashtirish tavsiya qilinadi reglamentdan oldinroq. Fakt, li reduktorlari 90-110 haroratda ishlaydi. Elektromotor va to'liq uzatma doimiy yuklamada bo'ladi. Sifatli moy ham tezroq oksidlanishi mumkin. Metan zarralar hosil qilishi mumkin. shunga manual rekomendatsiyasiga qaramasdan 20 mingda moyni almashtirib yuring. Sovuq reduktor bilan asta harakatlaning. Fakt, -10 gradusda moyning vyaskasi 5-10 barobar quyuqlashadi. Reduktor nasosi quyuq moyni nagruzka bilan haydaydi. Bu holda detallar bir necha daqiqaga quruq ishlashiga olib keladi. Avtomobil 5 daqiqa qizdirilsa, barqaror ishlashni boshlaydi. Reduktor sapunini tozalang. Fakt, sapun ortiqcha bosimni chiqarish uchun kerak bo'ladi. Nagar yoki kondensat bilan tiqilib qolsa, korpusda bosim oshib ketishi mumkin va salondan moy qo'yishi mumkin. Sapun tekshiruv atigi 2 minut vaqtni oladi, lekin qimmat ta'mirni oldini olishi mumkin. Har 10 ming kilometrda reduktor moyini uruvini tekshiring. Sababi li reduktorlarning zavoddan nuqsoni bor. Terlashga moyin. Bilamizki, li orqa reduktori ko'p hollarda moy qo'yib yuboradi salinigidan. Asosan muammolar tez qo'zg'alib drift qilgandan keyin bo'lyapti reduktorlar. Fakt, li Borg-Warner elektr muftasi bor. Keskin startda 8 Nm-gacha zarba momentini hosil qilishi mumkin. Shestinlar uchun bu xuddiki bolg'a bilan urgandek bo'ladi. Ayniqsa qishda sirfanganda moment notekis taqsimlanadi reduktorga. Avtobiratga obuna bo'ling.